alaykum hurmatli tinglovchi. Bugungi mavzuimiz rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar korreksion pedagogik ta'limda logopedik ish. Bugungi darsimiz 6 ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz mujassam nuqsonga ega bolalar tushunchasi, ikkinchi rejamiz mujassam nuqsonlarning turlari va xususiyatlari, uchinchi rejamiz bunday bolalarda nutq rivojlanishining o'ziga xoslik jarayoni, to'rtinchi rejamiz logopedik ishning maqsadi va vazifalari, beshinchi rejamiz logopedik diagnostika tekshiruv jarayoni, oltinchi rejamiz korreksion pedagogik ishning asosiy yo'nalishlaridan iborat. Bizning asosiy qismimiz, ya'ni kirish qismimiz, hozirgi kunda rivojlanishda turli xil nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar soni ortib bormoqda. Ayniqsa mujassam nuqsonli bolalar bilan ishlash alohida yondashuvni talab qiladi. Bunday bolalarda bir nechta buzilishlar bir vaqtda uchalasi, ya'ni ularning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy moslashuvi qiyinlashadi. Shu sababli korreksion pedagogik ta'limda logopedik ish muhim ahamiyat kasb etadi. Darsimizning asosiy qismi mujassam nuqson tushunchasi. Mujassam nuqson bu bolada bir vaqtning o'zida bir necha kasalliklar jamlanib kelish jarayoni hisoblanadi. Unda eshitish va nutq buzilishi, aqliy rivojlanish sustligi bilan birgalikda nutq kamchiligi va boshqalar yonma-yon kelgan kasalliklarni olib o'tsak bo'ladi. Nutq rivojlanishining o'ziga xosligi. Bunday bolalarda nutq kek shakllanadi, so'z boyligi cheklangan bo'ladi, tovush talaffuzda xatolar juda ko'p uchraydi, grammatik tuzilishda ko'proq qiyinlashadi va insonlar bilan muloqot jarayoni qiyinlashadi. Jarayonimiz logopedik ishning maqsadi nutqni rivojlantirish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish, lug'at boyligini oshirish, nutqni shakllantirish va ijtimoiy moslashuvni yaxshilash bilan bog'langan holda olib boriladi. Logopedik ishning vazifalari, ya'ni logoped nutq buzilishlarini aniqlashda individual yondashuvni ta'minlagan holda maxsus mashqlar orqali nutqni rivojlantirish, bolaning psixologik holatidan kelib chiqqan holda turli xil metodlarni olib borish jarayoni hisoblanadi. Yana bir jarayonimiz, ya'ni diagnostika jarayoni. Logopedik ish avvalo diagnostika bilan boshlanadi. Unda bolalar nutqi tekshiriladi, qaysi tovushlar noto'g'ri aytilayotgani, nutqning umumiy darajasi baholanadi va bularda individual rejalar orqali ish olib borish jarayoni olib boriladi. Korreksion pedagogik yondashuv, ya'ni artikulyasion mashqlar orqali turli xil metodlar olib boriladi. Nafas mashqlari, ya'ni bolada turli xil nafas yo'llari, shamni puflash, turli xil harflarni talaffuz qilish orqali olib boriladi. Tovush qo'yish va mustahkamlash, keyingi jarayon so'z va gap tuzish mashqlari, qisqa so'zlar va gaplar orqali bu mashqlar olib boriladi. Keyin bolani e'tiborini yaxshiroq jalb etish uchun o'yin orqali turli xil mashqlar olib boriladi. Metod va usullar, ya'ni metod va usullar asosan bolani e'tiborini yaxshi tortishimiz uchun o'yin metodlari asosiy qism hisoblanadi. Ko'rgazmali vositalar, takrorlash, ya'ni o'tgan mavzularni doimiy takrorlash orqali bolaning yodida uzoq muddatga saqlash qobiliyati yana rivojlanadi. Ya'ni yana bir metodimiz individual yondashuv. Har bir o'quvchi bilan alohida individual yondashgan holda dars o'tish jarayoni hisoblanadi. Darsimizning xulosasiga keladigan bo'lsak, rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash murakkab, ammo muhim jarayondir. Logopedik ish bu bolalarning nutqini rivojlantiradi, asosiy vosita hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan korreksion pedagogik yondashuv orqali bolalarda ijobiy natijaga erishishimiz muhim hisoblanadi. Bugungi darsimizda foydalangan adabiyotlarimiz. Darsimiz so'ngida shuni aytib o'tishimiz kerakki, mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar logoped, psixolog, oligofren yordamida turli xil kasalliklarni aniqlab olish jarayoni hisoblanib, bunda shu taqdimotdan foydalandik. E'tiboringiz
uchun rahmat.